Assalomu alaykum, Montaj YouTube kanali kuzatuvchilari. Mana buni qaranglar. Rangi o'zgarishini ko'rdinglarmi? Bu demak oddiy mana iPhone'da olingan video va mana bu demak rang berib, barglarni yanada sariq qilib, o'zgacha bir estetik ko'rinish hosil qilyapti. Bu bizning CapCut bo'yicha 50-darsimiz va bu darsda CapCutda mana shunaqa kuzda olingan videoni qanaqa qilib rangini birdaniga mana bunaqa qiladigan filtrlarni ko'rib chiqamiz. Men demak 3 ta filtrni ko'rsatib o'taman. Bu filtrlardan foydalanish lekin bizada pulli. Ya'ni siz bu filtrlarni qo'shganingizdan keyin videoni eksport qilish uchun CapCut pulli versiyasiga obuna bo'lishingiz kerak. Demak, bu yerda 3 ta filtr qo'shdik. Vibrant 2 filtri, French filtri va Clear 2 filtri. Filtrni qanaqa qo'shamiz? Bu haqida oldingi darslarimizda ham aytganmiz. Demak, video tanlanmagan holatda pastda filters bo'limini topamiz. Filtersni ustiga bitta bosib, bu yerdan filters tanlaymiz va bizga filtrlar kelib chiqadi. Buni o'zingizlar mana bu yerdan ko'rib tanlab ham topsanglar bo'ladi. Umuman bu yerda lupacha bor, poyezd qismi, ana shuni bitta bosamiz. Poyezd qismiga o'sha o'zimizga kerak bo'lgan filtrlar otini yozamiz. Masalan, French deb men izlab ko'rganman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, French ustiga bitta bossa, bizga mana o'sha French va o'shanga o'xshash filtrlarni chiqarib beradi. Ko'ryapsizlar, burchagida ko'k belgicha bor, olmos belgichasi, ya'ni bu CapCutning pulli versiyasidagi degani. Ustiga bitta bosamiz. Demak, buni o'sha videomizga qo'shib berdi. Mana bu yerdan surish orqali filtrning kuchini boshqarishimiz mumkin. Ko'ryapsizlar mana. Barglar sariq bo'lyapti, eng kuchli holati va eng nol holatida bu uje hech qanaqa ta'sir etmaydi. Xuddi shunaqa qilib 3 ta filtrni qo'shsanglar, videolaringiz yanada sariq, yanada chiroyli chiqadi. Xo'p, akalar, lekin bu narsa aytib o'tganimdek, CapCutni faqatgina pulli versiyasida amal qiladi. Xo'p, mana buni yopamiz va ko'ryapsizlar, mana CapCut menda bepul versiyasi, eng sodda versiyasi. Pulli versiyasi narxlari demak bu yerda chiqadi. Xo'p, menda demak standart emasdagi eng bepul versiyasi. Sizlar boyaga aytgan filtrlarimizni ishlatish uchun hech bo'lmaganda standart versiyasida foydalangan bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz mana bu proyektingizni tayyorlaganingiz bilan mana bu iUHD yozuvini bosib, uni eksport qilmoqchi bo'lganingizda, xo'p, mana ko'ryapsizlar, 1080p free bo'lib turibdi, lekin bu sanoqli holatlarda. Ya'ni 4K holatda ham eksport qilishim mumkin. Bu ham free bo'lib turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Lekin men hozir bu programmani yangi o'rnatib ishlatayotganim uchun shunaqa free bo'lib turibdi. Agar men buni 2 ta 3 ta video yasaydigan bo'lsam, mana bu o'zida 1080p da ham, 4K da ham videoni eksport qilmaydi. Faqat 720p, ya'ni xiraroq formatda eksport qilishi mumkin va videoni eksport qilishda mana bu iUltra HD ni albatta o'chirib qo'yinglar. Yoqishni bosganimda o'zi proyekt so'radi. Xuddi shunaqa qilib eksport qilish jarayonida qilamiz deganinglarda o'sha qo'shgan filtringlar sabab video eksport bo'lmaydi. Ya'ni sizlarga mana aytadi, mana shu sen 3 ta mana shu pulli narsani qo'shding. Buni eksport qilish uchun hozir 7 kunga $0 ulanishing mumkin deydi, lekin 7 kundan keyin o'sha oylik to'lovini to'lab ulanishingizga to'g'ri keladi. CapCutga doir ko'plab foydali ma'lumotlar, CapCut bo'yicha to'liq noldan darslar bizning Montaj YouTube kanalimizda joylangan. Bemalol kanalimizga kirib, o'rganib olishingiz mumkin. Akalar, kanalga kirasizlar. Bizda demak playlist qilib joylab qo'yganmiz CapCut darslarimizni. 50 ta telefonda montaj qilish bo'yicha darsimiz va kompyuterda CapCutda montaj qilish bo'yicha darslarimiz bor. Bu yerda demak avtomobil videolari va CapCutni eng noldan boshlab o'rgatgan darslarimiz bor. Ko'plab foydali ma'lumotlar uchun bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bizani kuzatishda davom etinglar.